Jigarlar bilan bittasini ochib olay, azaqli yeb o'tirishga. Aka, u вообще bunaqasini men ko'rmagan edim. Men bu somsani ko'rib, tom ketib qoldi. 2 kilo dedingizmi? Bosim bobo. Jigar. Mana o'zlari originallari to'g'ri olib kelishib somsani. Aka, u вообще bunaqasini men ko'rmagan edim. Talashib yorasiz. 2 kilolik mehr somsada bu. 2 kilo necha kishi yeydi buni? Buni 4 kishi, 5 kishi yeydi. Oilaviy yirkamiz-da. Gap yo'q, videolarni yoryaptilar. Jigarlar bilan bittasini ochib olay, azaqli yeb o'tirishga. Обязательно borish kerak. O'taman lekin. Ochilishiga inshaalloh Qizig'i bular endi katta filarni ochyaptilar. Katta qilib turib, xullas o'sha paytda inshaalloh kolektiv borishimizni va'da berishdim. inshaalloh Jizzaxga boramiz. Bu o'tib somsani yeb, keyin bu yoqqa o'tamiz. Qaytishda yana somsani yeb, keyin yana qaytamiz. Endi ochilishiga Nodir akam o'zi boradi. Inshaalloh aka. Kutamiz sizni. Bosim bobo choyxonasi bor, bilasizlar, Jizzaxda. Nomerani men bekorga yozib qo'yilmagan ekanda. Men bu somsani ko'rib, tom ketib qoldi. 2 kilo dedingizmi? 2 kilo. Buni yana sovg'alari ham bor. 15 daqiqada yeb qo'ysa. Yo'q, 15 minutda bitta odam yesami? Ha. Yo'q, maza kerak. Shunaqa jo'natam. Shunaqa cho'klar bor, bitta o'tirishda yeveradiganlar. Bo'lsa boraversinmi hammasi? Ha, jigarlar bilan borsa, dasturxon ham tekin tushadi-da, 15 daqiqada. Gap yo'q. Ili jigarlar bilan 4 kishi bor, bitta somsani 4 bo'lib yegan elim dedi. Rahmat Jizzaxliklar mujik, bitta like bosing. Rahmat. Bosim boboga obuna bo'lishni unutmang.